Aman yufa ne? Goniler menni makal tatlı. No. No. Sonra hamsi testi oluruz. Lebih bisa kalah ya, jelas. Kalau kita sudah orang yang berpikir beri waktu juga nih. Karena sudah bisa juga. Mungkin asal berpikir. Hoş geldiniz. Bu isim şahane uçarşı. Sonra bir bazen. Ama bu nakit sembolü. Ama ya kadar sonra bisa juga. Bisa kalau berus bahasa pasensiz biri aldı. Hayır. Ini. Ondan ne bu? Al. 자, 이 시아마 시발모선 딕센 받으려고? Haydi. Tut. Ne? Numara vergi sonda. Ben tamaktayım bu Türkçe. Qanday bahsedin? Azamat tur, Habib bolu yatabilirsen mi? Azamat tur, bir kere verelim. Tur. Yürü zayıf bulmak. Trend kayın. Keşirsene. Olsa kuncelikler tişirtkiyle жақын қадам есігіміз өз әкеміз ауыл төртінші арна не бұл үшінші арнаның ұстаған ол
akangiz shunday bo'lgan ekanda. Fular oilasidan ketishimni istayapsiz. Va barcha vakolat akamga o'tadi. Siz ham shuni o'ylab qo'ydingizmi? Yaxshi. Kim boshqarishini muhim tomoni yo'q. Lekin qilgan ishingdan keyin oilamizni sen boshqarishing mumkin emas. Kompaniyamiz aksiyalari pastga qulashadi. Vaqtincha shunday qilishga to'g'ri keladi. Vaqtincha qo'yma qol reja. Bas qil. Yaxshi. Fular oilasi ustida. Oilamizni tark etmaydi. Dada. Agar yanchang ketsa, qo'lingdan kelarmikan? Sen kabi laqma hech qachon kompaniyani boshqara olmaydi va bir necha kundan keyin kompaniyamizni biroz ko'tardi. O'zingiz ko'rib turibsiz. Yancheni bu qizni nima ahvolga solganini. Janob Fu, o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Men qay ahvolda ekanimni. Akam ham, erim ham, singlim ham menga xiyonat qildi. Nabirangiz bo'lsa shuncha yildan beri singlim bilan yurgan bo'lgan. Aydor ekanimni tushunib turibman. Iltimos meni kechir. So'qir bo'lgan ekanman. Iltimos meni xotinim bo'l. Ortga qayt. Ortga qayt. Hammasini tushundim. Endi afsusdaman. Shu kunlar hammasini o'ylagandim. Sendan yaxshisini topa olmas ekanman. Kel yarashib olamiz. Ont ichaman. Hech qachon qo'l ko'tarmayman. Xiyonat qilmayman. Oilamiz oldi seni boshimda ko'tarib yuraman. Shunda yaxshi bo'ladi. Rozi bo'lasan-a? O'zingni ol mendan. Yaxshi yasharmishmiz. Sendek ahmoqni hech qachon erim deb tan olmayman endi. Bunga bir qara. Amaking qo'ygan shay bilan allaqachon turmush qurib bo'lganmiz. Bu qanaqasi bo'ldi? Axir o'g'limiz bilan turmush qurgansan-ku. Bu guvohnoma soxta. Hech yomon deymiz. Men sevgilim bilan turmush qurganim rost. O'g'lingiz bilan nikohimiz esa soxta bo'lgan. Yolg'on gapiryapsan, bo'lishi mumkin emas. Hoziroq menga guvohnomangni olib kel. Oyi, o'zingiz o'shanda majbur qilgandingiz. Sen yov bo'lib qolgandan keyin jonimga qasd qilaman deb aytgandi. U jini men bilan birga bo'lishini ko'rmasligini istagandi. Aynan shuning uchun hammasini qalbakilashtirdi. Nima? Shunaqayam ahmoq bo'lasanmi? Jiji va fuxanchi orasida hech nima bo'lmagan. Buni qonun ham tan olib bo'ldi. Shuning uchun ular er-xotin hisoblanadi. Hammaga tushunardingmi? Soxta bo'lgan taqdirda ham Bayjunjin oilamizga kelin sifatida kelgan. Endi bo'lsa, u erining kishi ukasiga tegib boradimi? Bunaqasi ketmaydi. Kelinim, o'zingizni aybsizlik ko'rsatishni bas qiling. Hammasidan xabaringiz bor-ku. Jiji bilan birga bo'lganimiz esa aynan sizning ishingiz-ku. Nimani nazarda tutyapsan? Buni olib kelinglar. Jiji bilan o'rtamizda hech nima yo'q edi. Lekin ba'zilar bizni birga bo'lishimiz